Tishlaringiz 10 yilga qaramoqda. Qanday deysizmi? Hozir men sizga 3 ta asosiy belgilarni sanab o'taman. Albatta tekshirib ko'ring. Birinchi belgi, tishlaringiz sarg'ayib bormoqda va emali yupqalashmoqda. Ikkinchi belgi, tishlaringiz orasi ochilib bormoqda va ovqat qoldiqlari turib qolyapti. Uchinchi belgi, milklaringiz tushib cho'kib bormoqda yoki milklaringiz qonamoqda. To'g'rimi? Sizda qaysi belgilar mavjud? Izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni shunaqa muammosi borlarga yuborib qo'ying. Bu kabi muammolar sizda bo'layotgan bo'lsa, tezroq shifokorga murojaat qiling. Zero kasallikni oldini olish davolagandan ko'ra 10 barobar arzondir. Sizga sifatli davo rejasi hamda go'zal tabassum kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ularga ham yaxshilik ulashing.